Akalar yaxshimisizlar, tuzingmisizlar, charchamay ishlab oldinglar. Mana bugun kun ham o'tdi. Biz ham eshiklarni yopdik. Bugungi sanamiz Xudo xolasa 1-aprel 2026-yil. Cobalt'ni nimaga ko'rsatayotganim sababi bugun ertalabda odam rosa ko'p kelib, bitta videolar ko'rsatishdi. Cobalt'larga rasrochkalar ochildi. Shu yoz beringlar bizga rasrochkaga deb kelishdi, lekin hali beri ochilmadi. Rasmiy dilerlarni kuzatinglar dedik. Rasmiy UzAuto Motors degan rasmiy diler bor. Instagramda ham, Telegramda ham, mana shu hamma yoqda bor. Yoki bizdan kuzatib tursanglar, biz aytamiz deb chiqdik. Lekin hali beriga chiqqani yo'q. Chiqishi bilanoq bomba yangilik deb chiqamiz, Xudo xolasa. Ungacha shoshilmay turinglar, iltimos sizlardan. Chiqishi bilan aytamiz. Bugun mana call centerga ham tinmay telefon qilishyapti, yozishyapti. Cobalt'ga rasrochka ochilibdi, Cobalt'ga rasrochka ochilibdi. Nimaga sizlar bermay? Hech kim bermayapti hali. Hech kimda yo'q narsa. Shu akalar, Xudo xolasa ochilishi bilan biz aytamiz sizlarga. Ertagalikka yana Damas'larga yangilik bor. Kuzatib tursanglar, ertaga qo'yamiz Damas'lar haqida akalar.